Assalomu alaykum, yana bir bor. O'zbekistonda kam bo'lgan. Bundan 2-3 yil oldin Tojikistondan 10 donagina olib kirilgan va o'tgan yili mana shu uloqcha edi. 4 dona olib kelingan. 4 donadan aniq bittasi menda qolgan. Fransuskiy alpin echkilari. Fransuskiy alpin takasi. O'zbekistonda 3 ta 5 tacha liniya bor, o'shani bittasi bizda. Va fransuskiy alpin echkisi, o'sha Tojikistondan olib o'tilgan 10 taning bolalari. Bu Tojikistondan primoy o'tgan va mana bu ham Tojikistondan primoy o'tganlarning bolasi. Azizlar, mana bu Toginburg, mana bu Toginburgga bunga qo'shganim, ko'rmoqchiman fransuskiy alpinga qo'shsak qanaqa bola beradi. Taka 1 yasharga to'ldi. Mana to'ladi, bir oilada to'ladi. Inshaalloh. Takani go'dalari juda ham chiroyli yetilgan. Hatto 2 yashar, 3 yashar echkimizdan ham baland bo'lib turibdi. Shunaqa gaplar. Ma'lumot uchun aytdim buni. Bu sotilmaydi. Videoni ko'rish vaqtida mashalloh tabarakalloh duo qilish esdan chiqmasin. Bu videoni yaqinlarga ulashib, like tugmani bosib qo'yasizlar. Rahmat, sog' bo'linglar.